إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Qur'onni haqiqatan biz nozil qildik va cho'qim uni qo'g'daymiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuhu. Hurmatli qarindoshlar, darsimizni davomlashtiramiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hozirgi darsimizda so'zlangan masala harflarningki cho'ng kichik talaffuz qilinish jihatdan bo'linishi. Cho'ng kichik talaffuz qilinishi. Biz o'tgan soatlik darsimizda harflar ba'zi harflar va cho'ng o'qildi dedik. Ya'ni qalin o'qildi. Ba'zi harflar va kichik o'qildi, ya'ni inchik o'qildi dedik. Shunami harflarni mushu jihatdan bo'lamiz hamda. Harflarni cho'ng kichik talaffuz qilinish jihatdan qismlarga ayiramiz. Harflar cho'ng kichik talaffuz qilinish jihatdan 3 turga bo'linadi. Harflar cho'ng kichik talaffuz qilinish jihatdan 3 turga bo'linadi. Birinchisi doim, ya'ni har vaqt cho'ng o'qiladigan, ya'ni cho'ng talaffuz qiladigan harflar. Ikkinchisi ba'zida cho'ng, ba'zida kichik talaffuz qiladigan harflar. Uchinchi doim, har vaqt kichik talaffuz qiladigan harflar. Demak, biz harflarni 3 ga bo'ldik. Birinchisi doim cho'ng qiladigan harflar. Bu degani doim cho'ng qiladigan degan gap desanglar, fathalik kelamdi, ya'ni zabarlik kelamdi, zirlik kelamdi, pashlik kelamdi, davomli cho'ng qiladigan harflar. Qanday harflar bilan birlashib kelsin bu? Davomli cho'ng qiladigan harflar degan gap. Cho'ng talaffuz qiladigan harflar. Ikkinchisi ham bu ba'zida cho'ng, ba'zida kichik. Bu masalan zabarlik kelsa, masalan boshqacha, zirlik kelsa boshqacha. Mushuningdek shunday degan gap. Uchinchisi doim kichik talaffuz qiladigan harflar. Unda bo'lsa biz har birisi bilan biz tafsili tanishib chiqamiz. Doim cho'ng qiladigan harflar, davomli cho'ng talaffuz qilingan harflar bu 7 harf. 7 harfni biz tuvandagi bir jumlaga yig'inchoqlaymiz. Xussa dag'tin qiz. Xussa dag'tin qiz. Yani bu harflar qaysi ekan? Xa, sad, dad, g'ayn, ta, qaf, va. Yani mush bir jumladagi bir jumla o'z ichiga olgan 7 harf: xa, sad, dad, g'ayn, ta, qaf, va. Demak, bu harflar davomli cho'ng qildi. Mayli zabarlik kelsin, mayli zirlik kelsin, mayli pashlik kelsin, mayli boshqa qanday harflar bilan birlashib kelsin, bu harflar davomli cho'ng qildi harf. Unda bo'lsa ba'zi cho'ng, ba'zi kichik harflar bu 3. Ba'zida kichik o'qiladigan, ba'zi cho'ng o'qiladigan harflar 3. Birinchisi alif, ikkinchisi Allah muborak, Alloh subhanahu va taolaning muborak ismidagi, ya'ni Allah ki lam, yani müşahede o'ttirda bir tashdidlik lam ba, lam. Bu başka lam emas. Faqat lam Allah subhanahu wa taolaning muborak ism zotidagi Allah degan Allohning muborak nomidagi mana o'ttirdagi mana müşahede lam. Müşahede alif, keyindi yana bir lam, keyindi yana bir lam bor, müşahede 2 lam bor. O'ttirdagi lam ba'zida cho'ng, ba'zi kichik qo'lida. Ba'zi kichik talaffuz qilindi, ba'zi cho'ng talaffuz qilindi. Uchinchisi ra. Unda bo'lsa bu uchchi bu alif, lam, ra. Bu 3 harf ba'zi cho'ng, ba'zi kichik. Ya'ni ba'zi fatha kelgan chaqib cho'ng, kasra kelgan chaqib kichik degandek. Hamda uchinchisi doim kichik talaffuz qilingan harflar, qilib qolgan harflar. Ya'ni mayada 7 harf doim cho'ng qildi, hamda mayada 3 harf dedi. Qilib qolgan harflar 28 harfdan qilib qolgan harflar demak doim kichik o'qiladigan harflar. Masalan lam, bu lam deganimiz mushahadaga ismul jalala, ya'ni Alloh subhanahu va taolaning muborak nomida kelgan lamdan boshqa lam, ya'ni lam, mim, nun degan harfga lamni ko'rsatadi. Bu lam, masalan nun, ha, ba, ta degandek harflar. Unda bo'lsa biz bularni tafsili tanishib chiqamiz. Biz harflarni boshda cho'ng 3 ga bo'ldik. Shundaymi? Ba'zi doim cho'ng qiladigan harflar, ba'zida cho'ng, ba'zi kichik qiladigan harflar va doim kichik qiladigan harflar deb.
Daim cho'ng qo'ldigan harflar xussa dag'tin qiz. O'sha 7 harf. Ba'zi cho'ng, ba'zi kichik qo'ldigan harflar alif, Allah subhanahu va taolaning muborak nomidagi lam, yana birisi ra. Bu uchulasini tafsilga so'zlab bo'ldik. Hamda daim, davomli kichik o'qildigan harflar. Davomli kichik o'qildigan harflar ashildan qilib qolgan harflar. Masalan ba, jim, masalan ha, ayn, masalan dal, za, mim, lam, kaf degandek. Masalan mayli bu harflar zabarlik olsun, mayli zirlik olsun, mayli pashlik olsun, davomli kichik o'qildigan harflar. Mayli sakinlik kelsin. Masalan kafaru desak kaf, kafaru desak kichik o'qildi. Shunga o'xshash, ham o'sha qilib qolgan harflarning hammasi doim kichik talaffuz qiladigan harflar. Unda bo'lsa qarindoshlar, shuning bilan darsimiz oxirlashdi. Keyingi darslarimizda ko'rishamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.